Assalamu alaykum kasbdoshlar. Biz hozir nerv anatomiyasininki tunji darsini ko'rib chiqamiz. Nerv anatomiya anatomiyaniki muhim bir tarmoq bo'lib, u badnimizdagi 8 cho'ng sisteminiki bir bo'lgan nerv sistemasining qurilmasi va tashkillashini tadqiq qildi. Nerv sistemasi bilan zich munosabatli bo'lgan bu darsni yaxshi o'rganish uchun biz avval nerv sistemasiniki tekshirlikdagi ulgulik rasmiga qarag'ach, nerv sistemasi bilan qisqacha bir tanishib chiqaylik. Nerv sistemasi deganimiz badnimizdagi nerv hujayralarininki bir-biri bilan zich bog'lanish orqali hosil qilgan murakkab bir aloqa to'ri asosida sirtqi va ichki muhit uchurlarni nihoyatda tez suratda qabul qilib, cho'ng miya va yo'lindin badanning har qaysi joylariga takror uchur yetkazish xizmatini o'taydigan mukammal va murakkab bir sistemani biz nerv sistemasi deb ataymiz. Qisqacha qilib aytsak, bizning badanimizningki sirtqi va ichki muhit uchurlarni angliq yoki angsiz holda qabul qilib, shu qabul qilgan uchur qarta inkas qaytarish jarayonini biz nerv sistemasi deb ataymiz. Kundalik turmushimizdan buning bir misol olsak, bizning qo'limiz ehtiyotsizlikdan qiziq bir yerga tekkan vaqtda biz bu issiqlik to'g'risidagi uchurni nihoyat tez suratda qabul qilib, uning qarta qo'limizni tortib olish inkasini qaytarish jarayoni bizning nerv sistemamizningki mashg'ulot orqali ro'yobga chiqadi. Buningdan boshqa bizning nerv sistemamizningki badnimiz elib borgan mashg'ulotlar nihoyat ko'p bo'lib, u bizning badnimizningki muhim bir tarkibiy qismi hisoblanadi. Biz bu nerv sistemining mashg'ulotisiz normal harakat qila olmaymiz. Badnimizningki atrofidagi muhit va hissiyotni his qila olmaymiz, o'ylab tafakkur qila olmaymiz. Hatto bizningki badnimizning ichidagi yurak, o'pka, hazm qilish sistemasidek muhim a'zolarmi mushu nerv sistemasiga tayinadi. Mushundoq o'xshamagan xilma-xil funksiyalar bilan biz bu nerv sistemasini mukammal, murakkab bir sistema deb qaraymiz. Nerv sistemasini badnimizdagi anatomiyalik tarqalgan o'rniga asosan central sinir sistemi va periferik sinir sistemi deb ikkiga bo'lamiz. Central sinir sistemi bizning markaziy nerv sistemamiz bo'lib, u ensefalon va medulla spinalisdan tuzildi. Ensefalon deganimiz bizning miyamizni ko'rsatadi. Medulla spinalis deganimiz bizningki so'nggi darsda o'rganib chiqqan canalis vertebralisning ichidagi, ya'ni umurtqa nayisining ichidagi yo'lini ko'rsatadi. Ya'ni bu tekshirlikdagi ulgulik rasmini qarasak, sariq rangli bo'yalgan qism bizningki markaziy nerv sistemamiz bo'ldi. Bu markaziy nerv sistemamizningki bizning badnimizdagi asosli roli bo'lsa, bizning anglash, ko'rish, o'ylash, o'rganish, harakat, hissiyot, o'tmish xotirlarni esda saqlash, tafakkur qilish qatorliq bir turkum muhim faoliyatlar bilan munosabatli bo'lish bilan birga bizning badnimizningki sirtqi va ichki muhit yuz bergan o'zgarishga moslashishga yordam beradi. Bizning ikkinchi nerv sistemamiz bo'lsa, periferik sinir sistemi bo'lib, badnimizdagi miya va yo'lindan boshqa atrofdagi to'qilma va a'zolarga tarqalgan nervlarni ko'rsatadi. Bu tekshirlikdagi ulgulik rasmida ko'rsatilgan ko'k rangli bo'yalgan qismlar bo'lsa, bizningki periferik sinir sistemamiz bo'ldi. Bu periferik sinir sistemi o'z ichidan kranial sinirlar va spinal sinirlar deb ikki turga bo'linadi. Kranial sinirlar deganimiz bu yerdagi kranial degan so'z latincha so'z bo'lib, bizningki miyamiz bilan munosabatlik, ya'ni miyamizga bog'langan nervlarni ko'rsatadi. Bizning badanimizda bu kranial sinirdan jami 13 jip bor. Bu yerdagi spinal degan so'zmi latin so'z bo'lib, spinal sinirlar deganimiz bizning umurtqamizga bog'langan nervlarni ko'rsatadi. Bizning badanimizda bu spinal sinirlardan jami 31 jip bor. Bu periferik sinir sistemimizning badanimizdagi roli nima deganda, bu periferik sinir sistemi bizningki markaziy nerv sistemamiz bilan aloqa o'rnatish va shundoqla bizning badanimizningki sirtqi muhit bilan ichki muhit o'rtasida bog'lashni ta'minlash roli bor. Shundoq qilib nerv sistemasini qurilma jihatdan biz central sinir sistemi va periferik sinir sistemi deb ikkiga ayirdik. Endi biz bu nerv sistemasini funksiya jihatdan otonom sinir sistemi va somatik sinir sistemi deb ikkiga ayiramiz. Otonom sinir sistemi deganimiz bizning angliq kontrol qila olmaydigan nervlarni ko'rsatadi. Ya'ni bizningki ichki a'zolarimizning funksiyasini kontrol qilgan nervlarni biz otonom sinir sistemi deymiz. Alayliq bizning yuragimizning so'qishi biz angliq holda kontrol qilmasakmi, mush nervlarning ta'siriga uchrab tez yoki asta so'qidi. Bu otonom sinir sistemi o'z ichidan sempatik sinir sistemi va parasempatik sinir sistemi deb ikkiga ayrildi. Biz bu sinir sistemi haqida, bu nervlar haqida ayrim-ayrim keyingi darslarda ayrim tafsiliy to'xtalamiz.
chiqamiz. İkinci nerv sistemimiz olsa somatik sinir sistemi bulup, bu bizdeki so'ngak muskullarının faoliyatini kontrol qiladigan nervlarni ve sirtki sezgir uçurlarını anlık qabul qiladigan nervlarni ko'rsatadi. Shunday qilib, biz bu hammadan test deb qaraydigan nerv anatomiyasini osonlashtirib yaxshi o'rganish uchun biz nerv sistemimizdagi qurilma jihatdagi sentral sinir sistemi ve periferik sinir sistemi, funksiya jihatdagi otonom sinir sistemi ve somatik sinir sistemi üstüde ayrım to'xtalib o'rganib chiqamiz. Undaqda bugungi darsimizni biz markaziy sinir sisteminingki reis a'zosi bo'lgan miyani o'rganishdan boshlaylik. Biz avval miya haqida to'xtaladigan bo'ldik. Undaqda miya desa sizlarning esinglarga nima keldi? Ko'pincha kishilar odatda bizningki kompyuterga ma'lum bir maqola yoki video izlash uchurini bersak, shu uchurga qarata uyg'un javob bilan inkas qaytarganini qarab ve yoki hujjatlarni saqlab bergani qarab bizning miyamizni kompyuterga o'xshadi. Amaliyotda bizning miyamiz kompyuterdan nechas ilg'or iqtidori bor bo'lib, uningki uchur qabul qilib, uchur qaytarishdan boshqa bizningki o'ylash, tafakkur qilish, muskullarni harakatlantirish, ko'rish iqtidorimiz, oshqozonning hazm qilish bilan munosabatli bo'lgan nurg'un iqtidorlar bor. Bizning bu iqtidorlarni sanab ayrim so'zlasak, bizga bir kun yetmaslik mumkin. Shundaqdimi, qisqacha qilib aytsak, bizning miyamiz badnimizningki barliq funksiyasini kontrol qildi. U bizningki sirtqi dunyodagi o'zgarishlarni izohlaydigan aql va ruhning javharidir. Aql va ruhningki mas'uldir. Bugungi darsimizda biz mush miyaningki asosiy funksiyasini o'tash qatnashgan an qismlarini o'rganib chiqamiz. Miya biz bayatın deb o'tganimizdek bizningki markaziy nerv sistemimizningki muhim bir qismi. U 3 ana qismdan tuziladi. Asosligi telencefalon, cerebellum ve brainstem'den tuziladi. Telencefalon deganimiz bizningki miyamizning cho'ng qismini ko'rsatadi, cho'ng qismini egallaydi. Sol tarafdagi yeshilda bo'yalgan qism bo'lsa bizningki telencefalon qismimiz, ya'ni Uyg'urchadagi cho'ng miyamiz. Bu qismningki tafsiliy tuzilishi va funksiyasi haqida biz keyingi slaydlarimiz ayrim to'xtalamiz. Endi biz miyamizning ikinci muhim bir tarkibiy qismi bo'lgan cerebellum anatomik o'rnini bir ko'rib chiqaylik. Cerebellum deganimiz bizningki yultuzda belgi qilib qo'ygan yerni ko'rsatadi. Bu asosli miyamizning orqa tarafi. Uchinchi miyamiz bo'lsa bizningki bu yuqoridagi telencefalon va cerebellumni bir-biriga bog'lab turadigan qismimiz brainstemni ko'rsatadi. Bu brainstemni biz aniq ko'rish uchun miyani sagittal qilib, ya'ni o'tirdan o'ng so'l qilib kesken vaqtimizda aniq ko'rinadi. Ustidagi yer bo'lsa bizningki brainstemdir. Uyg'urchada biz bu brainstemni miya qo'li deb ataymiz. Shunday qilib bu slaydda biz miyaning asosli 3 qism bo'lgan telencefalon, cerebellum ve brainstemni o'rganib chiqdik. Endi biz mushu telencefalon ve cerebellum ve brainstemning ayrim funksiyasi ve tuzilishi haqida to'xtalib o'tamiz. Brainstem miyaning aslan qismini umurtqa yetkiga bog'lag'achqa biz buni Uyg'urchada miya qo'li deb ataymiz. Brainstem o'z ichidan 3 turga bo'linadi. Ular medulla oblongata, pons ve mezencephalon. Medulla oblongata brainstemninki ost tarafiga, ammo bizningki umurtqa naychimizning ust tarafiga joylashgan bo'lib, ba'zi biz buni medulla deb ataymiz. Uyg'urchadagi ismi bo'lsa uzunchoq miya. Ya'ni bizningki rasmda ko'rsatilgan binafsha rang bo'lsa, bizningki medulla oblongatani ko'rsatadi. Bu medulla oblongataningki bizning badnimizda qanday rol bor deganda, u bizning hayotimizningki asosli iqtidorlarini tanishishga mas'ul. Alayliq, nafaslanish, qon tomirlarining kengayishi, tarishi, yutish degandek funksiyalar bilan mas'ul. Medullaning ustiga joylashgan qism bo'lsa pons bo'ldi. Bu pons latin so'z bo'lib, ko'rik degan ma'noda. Shunga Uyg'urchada biz buni ko'rik miya deb ataymiz. Brainstemning ichidagi oldiga poltib chiqqan qismini ko'rsak, biz buni pons deb atsak bo'ldi. Bu ponsning bizning badnimizda qanday rol bor deganda, u bizningki uyqu ritmimizni tangshaydi. Shunga biz uyqu ritmimizni yaxshi ratga tushirib, kechlik uyqumizni yaxshi uxlab, bu ponsni bek charchitib etmasligimiz kerak. Uchinchi qism bo'lgan mezencephalon keldi. Bu mezencephalon brainstemningki eng ustun qismi bo'lib, cho'ng miyaning ostidan bo'lg'achqa biz Uyg'urchada buni cho'ng miya ayg'i deb atadik. Resimdagi osmon ko'k rangda bo'yalgan qism bizningki mezencephalon qismimizdir. Bu qism asosligi bizningki ostidan kelgan uchur bilan ustidan kelgan uchurlarni bir-biriga uchur almashtirish xizmatini o'ynaydi. Masalan, alayliq, biz bir yo'lda ketayotgan vaqtda bizni mashina so'qayotgan tasli qolgan chog'dagi sezgir uchurlar darhol cho'ng miyaga, mush brainstemning, mush midbrainning, mush mezencephalon orqali boradi va cho'ng miyada o'zimizni chatga elib qetish
buyruqini bergan bu uchurni darhol ostiga yetkazadi. Ya'ni uchur almashtirish markazi deb atsaqmi bo'ldi biz bu midbrainni. Endi biz bu brainstemning arqa tarafiga joylashgan bu yaproqsimon qismini bo'lsa biz cerebellum deb o'rgandik. Bu cerebellumni biz uyg'urchada kichik miya deb ataymiz. Bu biz cerebellum bizningki asosli harakatlarimizningki tangpongligi va muskullarimizningki bir-biriga moslashishlarla munosabatlidir. Alayliq biz bir inchki bir tar yo'l ketayotgan vaqtimizda bizningki badanimizning tangpongligini saqlash yo'li bor. Onundan başqa biz avtobuslarda ketayotgan vaqtimizda avtobus şoförünün tuyuqsuz turmuş beriş bilan tamponluğumuzu saqlash uchun ustidagi tutqichlarni tutib olish jarayonida bizning bu cerebellum nihoyatda yaxshi bir xizmat o'rnaydi. Ya'ni cerebellumningki asosiy funksiyoni bo'lsa, bizningki tamponligimizni saqlash, ya'ni badanimizningki tamponligini saqlash roli bor. Telencefalon, ya'ni cho'ng miya bizning miyamizning eng cho'ng qismini egallagan bo'lib, u longitudinal fissure cerebri tarafdan o'ng yarim shar va so'l yarim shar deb ikkiga ayrildi. Biz cho'ng miyani o'xshamaydigan funksiyalarga asosan, ya'ni 6 rayonga bo'lamiz, 6 lobga ayiramiz. Sirtdan bizning ko'ngil bo'ladigan loblar bo'lsa, lobus frontalis, lobus parietalis, lobus temporalis, lobus occipitalis. Bu lobus frontalis bizningki frontal sönkümüzün ast tarafiga joylashganligiga chiqadi. Buni biz lobus frontalis deb ataymiz. Lobus parietalis bo'lsa, bizning parietal sönkümüzün astiga joylashgan bo'lg'achqa biz buni parietal lob deb ataymiz, ya'ni lobus parietalis deb ataymiz. Lobus temporalis mu bizningki miya sönkümüz, ya'ni temporal sönkümüzningki ast tarafiga joylashgan bo'lg'achqa biz buni lobus temporalis deb ataymiz. Lobus occipitalis bo'lsa, bizningki occipital sönkümüzün astiga joylashgan biz buni lobus occipitalis deb ataymiz. Endi biz cho'ng miya qurilmasining rayonlarga bo'linganligi bu anatomiyalik o'rnini rangli shakllar orqali ko'rib chiqaylik. Lobus frontalis bo'lsa, bizningki oldi miyamiz tarafga joylashgan qizil rangda bo'yalgan qismini ko'rsatadi. Bu bizning asosligi o'ylash, so'zlash, as tutish va harakatlar munosabatlik. Lobus parietalis bo'lsa, bizningki lobus frontalisning orqa tarafiga joylashgan ko'k rangda bo'yalgan qismini ko'rsatadi. Bu bizning asosligi til taraqqiyotimiz va bir narsani tushunishimizga munosabatlik. Lobus occipitalis bo'lsa, bizningki arqa miyamiz tarafga joylashgan bo'lib, bu yeshil rangda bo'yalgan qismini ko'rsatadi. Bu bizning asosligi ko'rish quvvatimiz va ranglarni farqlantirish iqtidorimizga munosabatlik bo'ldi. Bu oltlarimizda ko'rinib turgan seriq rangda bo'yalgan qism bo'lsa, bizningki lobus temporalis bo'lib, bu bizningki anglash iqtidorimiz, ma'lum bir narsalarni his qilish, hissiyotlarni his qilishga munosabatlik. Hisobda bizningki telencefalonninki sirtdan ko'rilgan rayoni 4 rayon bo'lib, ular lobus frontalis, lobus parietalis, lobus occipitalis va lobus temporalisdir. Keyingi yana bir ikki rayonini biz o'tirdan va tekshlikdagi holatni kesgan vaqtimizda nihoyat yaxshi ko'ralgachga ularni keyingi darslarimizda ko'rib o'tamiz. Hozir mushu cerebrumninki 6 rayonining ichidagi 4 rayon bo'lgan lobus frontalis, lobus parietalis, lobus occipitalis va lobus temporalisni yaxshi o'rganishinglarni tavsiya qilaman. Eng oxirida biz bizning telencefalon va brainstemni miyamizning iç tarafdan bir-biriga ulaydigan, miyamizning o'tir qismiga joylashgan tuxumga o'xshaydigan bu shaklni biz diencephalon deb o'rganamiz. Bu diencephalon bizningki miyamizning o'tir qismiga joylashgancha biz buni uyg'urchada o'tir miya deb ataymiz. Bu diencephalonni biz o'z ichidan 3 turga ayiramiz. Talamus, hipotalamus ve hipofiz. Bu diencephalon bizning badanimizda asosli o'ynaydigan rol bo'lsa, uchurlarni bir taraf qilish va hormonlarning ajratib chiqarishni bilan munosabatli bo'lib, u asosli nerv sistemasiniki vasitasi deb ataladi. Bugungi o'tgan darsimiz mushagicha bo'lsin. Undaqda biz bugun nimalarni o'rgandik, bir xulosalash berib boraylik. Biz nerv sistemasiniki aniqlamasi va nerv sistemasiniki qurilma va funksiya jihatdan qancha turga bo'linganligini o'rgandik. Undan keyin biz miyaninki asosli qismlari va shu qismlarning tuzilishlarini va funksiyalarini o'rganib chiqdik. Bu darsimiz asosli anatomiya darsi bo'lg'achqa, anatomiyalik o'rinlarning ismlarini texnik yaxshi bilib olishimiz uchun keyingi slaydlarda savol shaklida sizlarga savol hozirladim. Tuanda bu o'rgangan darslarimizga asosan bu tuandagi bo'sh o'rinlarni to'ldirish orqali o'zimizning bu darsni yaxshi o'rgandikmi yoki o'rganmadikmi o'zimizni bir sinab boqaylik. Birinchisi,
Birincisini biz nima degandik? Miyig'ning eng cho'ng qismini egallaydigan qism degandik. Bu qism miyig'ning eng cho'ng qismini egallabdi. Undaqda bu bizningki telensefolon, ya'ni cho'ng miyig'imiz bo'ldi. Qarab baqayli, to'g'ri javob berdikmi yo'qmi? İkincisini balda beslettim. İkincisi bizningki miyig'imizning oldi qismiga joylashgan rayon bo'lib, bu bizningki lobus frontalisini ko'rsatadi. Üçüncüsü ne ekan? Üçüncüsü bizning miyig'imizning orqa tarafiga joylashgan qism ekan. Biz buni nima deb o'rgangandik? Bizningki lobus occipitalis. Endi miyig'imizningki yon tarafiga joylashgan rayonni biz nima degandik? Uni sizlar bir o'ylab beqinglar. Biz uni seriq rangda bo'yalgan shaklda ko'rsatgandik. Bu qism bo'lsa bizningki temporal so'nkimizning ost tarafida bo'lg'achqa biz uni lobus temporalis deymiz. 5-ci sualımız olsa bizningki oldi miyig'dagi frontal lobusning orqa tarafiga joylashgan parietal so'nkimizning ostida tarafidagi bu rayon bizningki qaysi lobni ko'rsatadi? O'yinib baqayli bog'lab turib. Bu bizningki lobus parietalisini ko'rsatadi. Endi keyingi savollarga bir javob beraylik. Keyingi savollarda miya bizningki cerebrum bilan cerebellumni bir-biriga bog'laydigan joy dedik. Bir g'olga o'xshab ketadigan joy bo'lg'achqa buni biz nima deb atadik? Brainstem deb atadik. İkincisi bo'lsa bu asirikiyalar bo'lsa bizning brainstemninki 3 a'zosi, 3 tuzilishi ayrim-ayrim ko'ksibdi. Bu tuzilishi birinchisi bo'lsa bizning eng ustki qismiga joylashgan yer nima degandik? Mezencephalon. Ast tarafiga joylashgan qismini bo'lsa nima degandik? Medulla oblongata. Medulla desekmi bo'ldi degandik. Uchinchisi bo'lsa bizning oldi pol deb chiqqan bizning uyqu ritmimizni tangshaydigan bir yer degandik. Bu yer nima edi? Pons. Keyingi slaydimizni qaraylik. Keyingi slaydimizga bu yaproqsima yani ko'ksatgan yani biz nima degandik? Cerebellum. Onun keyin astidagi kelib qarasak tuxumsimon tuxumga o'xshaydigan yerni degandik. Bu tuxumsimon yerimizninki nerimizda astidagi miyig' qo'limiz bilan ustidagi cho'ng miyig'ni bir-biriga bog'laydigan miyig'imizning ichidagi o'tir qismiga joylashgan qism bo'lg'achqa buni biz nima degandik? Uyg'urcha o'tir miyig' degandik. Bizningki latincha nima deymiz? Diencephalon. Endi miyadagi 11-sidagi miyadagi qism bo'lsa, bu bizningki diencephalonning ichidagi talamus, hipotalamusning ichidagi bizningki hormonlar bilan munosabatlik bir bez bo'lib, buni biz hipofiz bezi deb ataymiz. Uyg'urchadagi hipofiz bezi shu. Bugungi darsimiz mishagicha bo'ldi. Keyingi darsimiz bo'lsa, biz bu cho'ng miyig'ning ustidagi budra va eriqchilarni o'rganib chiqamiz. Bu darsning hammanglar uchun manfaatli bo'lishini umid qilaman. Hammanglarga rahmat.